Hammaga assalomu alaykum. Videoni boshlashdan avval eslatib o'taman, ushbu animedagi super kuchlar va sehr bu shunchaki inson xayoli. Haqiqiy kuch va yordam faqatgina Allohdan keladi. Yoqimli tomosha, qani boshladik. Buni eshitgan va Delbertga qaraganda ancha insofliroq yigitga o'xshagan Winford sherigining bu gaplari juda qattiq botishini va u sal oshirib yuborganini o'ylaydi. Shundoq ham bu qishloqdan to'yib ketgan Delbert bir necha raunddan keyin ham bitta ham tuzukroq muvaffaqiyatli nomzod chiqmaganini ko'rib, yanada hafsalasi pir bo'ladi. Aynan shu umidsiz paytda sahnada bizning maqtanchoq Gary paydo bo'ladi va hammaga qarab tishini oqaytirib jilmaygancha imtihon testidan osongina o'tib ketadi. Ser Bernardo uning bu ajoyib muvaffaqiyatini e'lon qilganda, ana va g'iybatchi qishloqdagilar darhol uning qanchalik dahshatli salohiyatga ega ekanligi haqida maqtab, g'iybat qilishni boshlab yuborishadi. Bu orada esa Ray Garyning bu o'zini ko'z-ko'z qilishidan uning o'rniga o'zi hijolat bo'lib ketadi va ichida nima balo qilyapti o'zi bu ahmoq? Sal o'zingni bos, deb o'ylaydi. Va nihoyat bizning qahramonimiz sahnaga chiqadigan navbatdagi nomzod sifatida butun xalqning e'tibor markaziga aylanadi. Winford va Delbert ikkalasi ham darhol bor e'tiborni Rayga qaratishadi. Chunki ular bu qizil sochli bola bosh oqsoqoli aytgan o'sha sirli bashoratdagi bola ekanligini juda yaxshi bilishardi. Boshqa tomonda esa anavi tinib tinchimas qishloqdagilar yana o'zlarining sevimli mashg'uloti g'iybatni boshlab yuborishadi. Ular Rayning la'natlangan bola ekanligini va bechora Jake bilan sodir bo'lgan o'sha mudhish voqea aynan shu bolaning kasofati tufayli bo'lganini pichirlashardi. Ular bolaning sochlari xuddi qondek qip-qizil ekanligini va bu ularga dahshatli darajada qo'rqinchli ko'rinishini aytib vaysashardi. Qishloqdagilar Rayni faqat baxtsizlik va o'lim keltiradigan maxluq ekanligini, uning ritser bo'lishi shunchaki g'irt ahmoqona hazil ekanligini aytib, uning ustidan kulishda davom etishardi. Ammo bizning yigitimiz ularning bu bo'lmagan gaplarga tupurib qo'ygan edi. U umuman parvo qilmasdan sahnaga qarab mag'rur qadam tashlarkan, boshidagi kapishonni shartda yechib tashlaydi. Ayni shu hayajonli soniyada Bernardo nomzodga tayyor turishini, chunki hal qiluvchi test ropporosa 1 daqiqadan so'ng boshlanishini e'lon qiladi. Shunda kibrli Delbert sekin Bernardoning yoniga kelib, o'zining qandaydir qadimiy bashoratlarga umuman ishonmasligini tan oladi. Uning fikricha, agar o'sha dahshatli bashoratlar rostdan ham haqiqat bo'lsa, unda bu qizil sochli bola nima qilib bo'lsa ham har qanday holatda bu qiyin testdan o'tishi shart edi. Qani ko'raylikchi, Ray ularning jag'ini yopa olarmikan? Bu qizil sochli bolani haqiqiy sinovdan o'tkazish uchun anavi kibrli ritser qo'g'irchoqning naq 3-darajasini faollashtirib yuboradi. Bernardo bunga qattiq e'tiroz bildirgan bo'lsa ham foydasi yo'q edi. Yog'och maxluq xuddi chaqmoqdek ko'z ilg'amas tezlikda aylanib, to'g'ri Rayga qarab bostirib kelardi. Rayni qutqarish uchun Bernardo va Winford unga yo'ldan qochishini, aks holda bu zarba uni o'ldirib qo'yishini aytib dod solishardi. Lekin ular gapni tugatishga ham ulgurmasdan, bizning qahramonimiz 1 soniya ichida qilichi bilan qo'g'irchoqning kallasini shartda uzib tashlaydi. Bum! Qoyilmisiz? Yog'och kalla yerga gurs etib tushganda butun maydonni pashsha uchsa ham eshitiladigan darajada kar qiluvchi sukunat qoplaydi. Ritserlarning esa tom ma'noda jag'i yerga tushib ketgandi. Bernardo shokdan tilaylanmay qolgan bir paytda Winford g'urur bilan natijani e'lon qilishni buyuradi. Shundan so'ng ritser nomzodni bu dahshatli testdan o'tgani bilan tabriklaydi. Scarlett o'zining mitta ajdahosidan ich-ichidan faxrlanib ketadi. Anavi maqtanchoq Gary esa o'z ko'zlariga ishonmay hayratdan qotib qolgandi. Bu dahshatli testdan muvaffaqiyatli o'tgach, Ray ritserlar bilan birga qishloqni tark etishga tayyorlanadi va to'shakda hushsiz yotgan otasi bilan ko'zida yosh bilan xayrlashadi. U otasining qulog'iga xavotir olmaslikni pichirlab, uni bu balodan qutqarish va davolash yo'lini albatta topishga qat'iy va'da beradi. Otasining abgor ahvolga qarab, Rayning yuragi ezilib ketadi va aynan shu ta'sirli lahzada xonaga Scarlett kirib keladi. Uning qo'lida qandaydir yaltirab turgan narsa bor edi. Qarasak, bu qadimiy va sirli tumor bo'lib chiqadi. Mehribon onasi bu tumor ularning oilasida avloddan avlodga o'tib kelayotgan nodir yodgorlik ekanligini aytib, unga doim omad keltirishi uchun Rayning bo'yniga taqib qo'yadi. Shundan so'ng qahramonimiz onasiga ketish vaqti kelganini aytadi va o'zini ehtiyot qilishini so'raydi. Scarlett o'g'lidan qattiq xavotirda edi. U Rayga o'zini asrashini qayta-qayta tayinlab, agar qachondir qiyin vaziyatga tushib qolsa, onasi doim uni qo'llab-quvvatlash uchun
uchun shu yerda kutishini aytib, ko'nglini ko'taradi. Bizning mitti qahramonimiz onasini tinchlantirib, "Men endi yig'laydigan yosh bola emasman, haqiqiy erkakman" deb ko'kragiga uradi. Shundan so'ng u uyni tark etadi. Orqada esa Scarlett ko'z yoshlarini to'xtata olmay qolaverardi. Rey belgilangan joyga yetib kelgach, ritsarlar undan aravaga chiqishini va u yerda uni kutib turgan boshqa bola bilan birga ketishini so'raydi. "Qiziq, u kim bo'ldi ekan?" deb aravaga kirgan yigitimiz, "Ne ko'z bilan ko'rsinki, bu o'zimizning maqtanchoq Garri edi." Ikkalasi bir-biriga qarab, qizarib, dahshatli darajada xijolat bo'lib qolishadi. Rey, "Nahotki butun qishloqdan faqat ikkimizgina bu testdan o'tgan bo'lsak?" deb o'ylanib qoladi. Arava joydan qo'zg'alganda, ular o'rtasidagi jimjitlik shunchalik noqulay ediki, xuddi havo yetishmayotgandek edi. Yo'l-yo'lakay Garri nihoyat o'zida jasorat to'playdi va qizil sochli qahramonimizdan chin dildan uzr so'raydi. U o'tmishda unga nisbatan juda yomon munosabatda bo'lganini, kamsitganini va hatto urganini tan oladi. Garri o'shanda o'zini g'irt ahmoqdek tutganini bo'yniga olib, kechirim so'rash belgisi sifatida Reyning oldida chuqur ta'zim qiladi. Qoyil odamlar o'zgararkan-ku, bizning qahramonimiz boshida shokdan qotib qoladi, lekin keyin jilmayib uzrini qabul qiladi. Axir o'ylab ko'ring, Garri atigi 5 yoshli yosh bola-ku, to'g'rimi? Reyga o'rmonda uni qutqarib qolganini eslab, "Endi hisobimiz teng og'ayni" deb qo'yadi. Buni eshitgan sariq sochli Garri esa, "Ye, qanaqa 5 yosh? Axir sen ham men bilan tengdoshsan-ku" deb hayron bo'lib qoladi. Kontor ishlanganini sezgan bizning yigitimiz biroz xijolat bo'lib, darhol mavzuni boshqa yoqqa burib yuboradi. U Emidan gap ochib, nega u bugungi muhim imtihonga kelmaganini so'raydi. Buni eshitgan Garri yana hayron bo'lib, "Axir singlim senga mashhur Roland sehrgarlik akademiyasiga o'qishga kirganini aytmaganmidi?" deydi. Ana xolos, aftidan Rey bu yangilikni birinchi marta eshitib turardi. Va "Nega Emi menda dahshatli sehr qobiliyati borligini mendan yashirdi ekan-a?" deb chuqur o'yga toladi. Qizlarning siri ko'pda. Ular nufuzli ritsarlar akademiyasiga qarab xotirjam ketayotgan bir paytda to'satdan ritsarlardan biri "Aravani to'xtat!" deb dahshatli ovozda baqirib qoladi va arava taqqa to'xtaydi. Ikkala bolakay ham qiziqib, pardalar ortidan tashqariga mo'ralashardi va atrofni qoplagan qalin, sirli tumanni ko'rib, "Nima balo bo'lyapti o'zi?" deb hayron bo'lishadi. Ritsar Winford oldinga chiqib, o'zlarining Evren akademiyasining mag'rur ritsar ekanligini aytadi va tuman ichidagi sharpaga darhol kimligini aytishini qat'iy buyuradi. Shunda qalin tuman ichidan kiyimlari yirtilgan juda yomon ahvoldagi bir qiz chiqib keladi. U yig'lamsirab yordam so'raydi va o'zini Ishsizlar gildiyasidan bo'lgan sarguzashtchi Yen Woodwork deb tanishtiradi. Ser Bernardo undan nima bo'lganini so'rashga ulgurmasdan, bechora qiz hushidan ketib, uning qo'llariga yiqiladi. Qiz o'ziga kelib ritsarlarga shunday dahshatli xabarni aytadiki, hammaning tepa sochi tikka bo'ladi. Uning jamoasiga o'sha xavfli soya maxluqlari shafqatsizlarcha hujum qilgan ekan. Dahshat. Bu sovuq xabarni eshitgan Bernardo butunlay shok holatga tushadi. Axir ular shu yergacha kelishganda bitta ham oddiy sehrli maxluqqa duch kelishmagan edi. Qanday qilib bu dahshatli soya maxluqlari aynan shu yerda paydo bo'lib qoldi? O'ziga bino qo'ygan maqtanchoq Delbert esa, balki bu yirtqichlar bizning qanchalik dahshatli kuchga ekanligimizni sezib, qo'rqqanidan qochib ketgandirlar, deb o'zicha xulosa qiladi. Winford esa qizga qarab, ular hozir Reyni shahriga qarab ketishayotganini va agar yo'llari bir bo'lsa, uni o'zlari bilan olib ketishi mumkinligini aytadi. Yen ko'zida yosh bilan ritsarlarga rahmat aytib, rozi bo'layotgan bir paytda Garri hayron bo'lib, "To'xtanglar, axir biz ritsarlar akademiyasiga ketmayotganmidik? Nega Reyniga ketyapmiz?" deb so'rab qoladi. Buni eshitgan kibrli Delbert sariq sochli bolaga qarab, "Ahmoqona savol berishni bas qil. Sizdek yosh bolalarni to'g'ridan-to'g'ri jang maydonining oldingi chizig'iga yuborishdan nima foyda bor?" deb o'shqirib beradi. Buni eshitgan ikkala bolakay ham, "Iye, qanaqa oldingi chiziq? Qanaqa urush?" deb butunlay chalkashib, bir-biriga qarab qolishadi. Qiziq, ularni oldinda nimalar kutyapti ekan-a? Ritsar Delbert Evren akademiyasi xavfli chegarada joylashganini va u yerda har soniyada dushman hujum qilishi mumkinligini tushuntiradi. Shunda Winford gapga qo'shilib, ular Evrenga borishidan oldin Reyni shahrida naq 10 yil davomida jang asoslarini o'rganishlari kerakligini aytadi. 10 yil? Buni eshitgan Reyning jag'i yerga tushib ketadi. O'zicha o'ylaydi, ajdaho uchun 10 yil shunchaki bir ko'z ochib yumguncha o'tadigan vaqt. Lekin oddiy inson uchun bu butun umr-ku.
Kasalayotgan otam shuncha vaqt kuta olarmikan? Boshqa tomonda esa bechora Gari o'sha qizning yagona tirik qolgan sarguzashtchi ekanligidan va Reyning otasiga ham aynan shu soya maxluqlari hujum qilganidan qattiq xavotirda edi. U hatto dahshatli ritsarlar ham bu soya maxluqlari haqida eshitib, shok holatiga tushishini ko'rib, agar biz ham ularga duch kelsak, holimiz nima kechadi? Qovurdoq bo'lamiz-ku, deb vahima qilardi. Aynan shu vahimali o'ylar ichida to'satdan qandaydir qarsillagan sovuq ovoz eshitiladi va bizning yigitimiz darhol sergak tortadi. Winford hammaga qurollarni tayyorlashini, chunki ularga qandaydir ulkan va dahshatli narsa yaqinlashib kelayotganini e'lon qiladi. Qarasak, bu o'sha dahshatli soya maxluqiga aylangan ayiqlar qirolining o'zginasi edi. Voy bo, buning kattaligini qarang. Uchala ritsar ham darhol jangovar holatga o'tishadi. Soya maxluqi esa butalar orasidan chiqib keladi. Maxluq ritsar Bernardoga qarab shunday tezlikda tashinadiki, bechora ritsar hatto qochishga ham ulgurmay qoladi. Lekin xavotirga o'rin yo'q. Bizning qahramonimiz Rey xuddi super qahramonlardek o'z vaqtida paydo bo'lib, maxluqni bitta zarba bilan yer tishlatadi va ritsarning jonini saqlab qoladi. Bernardo shok holatida bolalarga o'zlarini himoya qilishni buyuradi. Winford esa nega anavi ulkan ayiqlar qiroli umuman qimirlamay xuddi haykaldek qotib turganiga hayron bo'lib, u nimalardir kutyaptimi deb qattiq xavotirga tushadi. Bu orada bechora Gari soya maxluqlari bilan jang qilishda qattiq qiynalib, ulardan biridan xunuk jarohat oladi. Aynan shu payt bizning ajdaho yigitimiz yana sahnaga chiqib, maxluqning orqasiga qilich bilan dahshatli zarba beradi va Garini muqarrar o'limdan qutqarib qoladi. Rey sariq sochli bolani qattiq ogohlantirib, bu soya ayiqlari oddiy jin maxluqlardan ming chandon kuchliroq ekanligini aytadi. To'satdan ayiqlar qiroli shunday dahshatli o'kiradiki, uning ovoz to'lqinlaridan hatto zirhli ritsar ham xuddi qog'ozdek havoga uchib ketadi. Qolganlar esa oyoqda zo'rg'a turishardi. Bu dahshatli manzarani ko'rgan Gari, bu o'zi qanaqa yengilmas balo bo'ldi, deb shok holatiga tushadi. Rey ham vaziyatning qanchalik jiddiy ekanligini tushunib yetadi. Bu ulkan maxluq ular jang qila oladigan darajadan ancha yuqori edi. Ritsarlar esa nega bu dahshatli ayiqlar qiroli bitta joyda qotib turib, ularga to'g'ridan to'g'ri hujum qilmayotganini tushuna olmay, boshlari qotgandi. Qiziq, u nimani reja qilyapti ekan-a? To'satdan ana bu ulkan soya maxluqi barmog'ini to'g'ri Winfordga qaratib, inson tilida gapira boshlaydi. Tasavvur qilyapsizmi, maxluq gapiryapti. U odamlar soyalarni hech qachon yenga olmasligini va tez orada bu qop-qora soyalar butun qit'ani o'z domiga tortishini aytib, dahshatli bashorat qiladi. Boshqa ritsarlar oddiy maxluqlar bilan urushayotgan bir paytda bu notiq maxluqning gaplaridan shok holatiga tushib qotib qolishadi. Soya maxluq Winfordga qarab, "Sen baribir yutqazasan. Atrofingdagi hamma esa o'lishga mahkum", deb ochiqchasiga tahdid qiladi. Buni eshitgan bizning Reyning jag'i yerga tushib ketadi. Ritsarlar esa bu dahshatli ogohlantirishdan butunlay sarosimaga tushib, "Nima balo bo'lyapti o'zi?" deb qaltirab qolishadi. Shu payt anavi ulkan soya maxluqi xuddi raketa singari gumburlab osmonga sakraydi-yu, ko'zdan g'oyib bo'ladi. Qochib qoldi yaramas. Maxluqning ketganini ko'rgan Winford yengil tortib, "Xayriyat-ey, bu dahshatli narsa biz bilan jang qilmaslikni tanladi. Yo'qsa hammamiz qovurdoq bo'lib, bu yerdan faqat suyaklarimiz qolardi", deb xursand bo'lib ketdi. Rey yangi kristalni qo'lga kiritgach, uning ko'z oldida yana o'sha sirli ajdaho tizimi paydo bo'ladi. Lekin bizning yigitimizning xayoli butunlay anavi soya maxluqida edi. Chunki u maxluq aslida ritsarga emas. To'g'ridan to'g'ri uning o'ziga qarab gapirgandek his qilgandi. Qiziq-a? Shundan so'ng Winford, Rey va Garyning bu dahshatli vaziyatda o'zlarini qanchalik mardlarcha tutganini maqtab, ulardan kelajakda eng zo'r ritsarlar chiqishiga 100% ishonishini aytadi. Shu payt Rey qiziqib ritsarlardan, "Iya, sizlarda maxluqlar doim shunaqa inson tilida sayraydimi?" deb so'raydi. Winford esa boshini qashlab, soya maxluqlari shu paytgacha bu chegarada umuman ko'rinmaganini va o'zining butun umri davomida birinchi marta gapiradigan maxluqni ko'rib turganini tan oladi. Qizil sochli qahramonimizning yuzidagi o'ta sovuqqon va jiddiy ifodani ko'rgan ritsarlar ichida
Hayron bo'lib, bu bola qanaqa o'zi? Oddiy yosh bola bunaqa vaziyatda qo'rquvdan yig'lab yuborgan bo'lardi-ku. Bu esa xuddi Terminatorga o'xshaydi-ku, deb o'yga toladi. Ular shunday qizg'in suhbatlashib turgan bir paytda anavi kibrli Delbert qizil sochli qahramonimizga xuddi axlatga qaragandek o'ta dahshatli va nafrat to'la nigoh bilan qarab turganini ko'ramiz. Hasad yomon narsa-da. Keyinroq ular nihoyat o'tlarda Reyni shahriga yetib kelishadi va u yerda ularni butun boshli qurollangan soqchilar armiyasi kutib oladi. Odatdagidan ko'ra ancha ko'p soqchilar saf tortib turganini ko'rgan Windfordning yuragi g'ash bo'lib, darhol soqchilarning birini ushlab olib, "Tinchlikmi o'zi? Nega bunchalik ko'p odam yig'ilgansizlar?" deb tergov qila boshlaydi. Qutqarilgan sarguzashtchi qiz ritsarlarga uni eson-omon yetkazib qo'yishgani uchun yig'lamsirab rahmat aytayotgan bir paytda, soqchi Windfordga dahshatli xabarni yetkazadi. Ellori qirolligi butun mamlakat bo'ylab favqulodda sariq ogohlantirish e'lon qilibdi. Endi har bir shahar va qishloq o'ta qattiq nazorat ostida emish. Buni eshitgan Ritser vaziyat hazillashadigan darajada emasligini, qirollik bekorga bunday yuqori darajadagi xavf e'lon qilmasligini tushunib yetadi. Demak, butun qit'a dahshatli inqiroz va yo'q bo'lib ketish yoqasida turibdi. Qani ko'raylikchi bizning mitta ajdahoyimiz bu balolarni qanday yengib o'tarkan. Windford Reyga jiddiy tikilib, nahotki shu mitti qizil sochli bola hammamizni qutqaradigan o'sha afsonaviy bashoratdagi xaloskor bo'lsa, deb chuqur o'yga toladi. Bu orada Gari bilan birga kelayotgan qahramonimizning xayoli faqat kasal otasida edi. U nima qilib bo'lsa ham eng zo'r ritser bo'lishga 100% ishonardi. Hali hammasi oldinda. Otajon, men haqiqiy ritser bo'lgunimcha ozgina chidab turing, deb o'ziga so'z beradi. Shundan so'ng bum, kadrlar naq 10 yil oldinga Reni shahriga ko'chadi. Tasavvur qilyapsizmi? 10 yil. Akademiyada qizg'in dars ketayotgan bir paytda qattiq qo'l professor talabalarga qarab, "Xo'sh, ko'pchilik ritserlar sehr ishita olmasa, ularning maxsus qobiliyati nima deb ataladi?" deb qiyin savol tashlaydi. Safda o'tirgan o'zimizning tanish Gari darhol qo'lini ko'tarib, "Ritserlar QI energiyasidan foydalanishadi ustoz", deb aqllilik qiladi. Gari gapida davom etib, "QI energiyasini mashq qilish orqali ritserlar o'z tanasi va sezgilarini dahshatli darajada kuchaytiradi. Hatto ba'zi ustalar qisqa vaqt ichida inson tanasi chegaralarini butunlay buzib o'tishi mumkin", deb maqtanadi. O'qituvchi uning bu aniq javobidan xursand bo'lib, "Barakalla, darsga zo'r tayyorlanibsan", deb maqtaydi. Keyin u to'g'ri Reyning joyiga qarab, "Unda aytchi, nega QI energiyasini faqat 15 yoshdan keyingina o'rganish mumkin?" deb savol beradi. Lekin Gari o'girilib qarasa, ana xolos, Reyning joyi hullab yotibdi. Bizning qahramonimiz darsdan qochib qayerdadir sang'ib yurgan bir paytda Gari terlab pishib, "Ustoz, u haligi hojatxonaga chiqib ketgandi", deb do'stini amallab qutqarib qoladi. Shundan so'ng o'qituvchi kumush sochli, o'ta go'zal Silviya ismli qizga yuzlanadi. Qizaloq o'rnidan turib xuddi ensiklopediyadek javob beradi. QI energiyasi tanaga dahshatli darajada og'ir bosim beradi. Insonning ichki a'zolari faqat 15 yoshga to'lgandagina to'liq shakllanib bo'ladi. Shuning uchun bu yoshdan keyin mashq qilish tanaga yetadigan zararni minimal darajada tushiradi. O'qituvchi hammaga bu muhim ma'lumotlarni miyasiga quyib olishni qattiq tayyorlayotgan bir paytda go'zal Silviya Reyning bo'sh joyiga qandaydir sirli va qiziqish bilan tikilib qoladi. Qiziq, unga nima balo bo'ldi? Kadrlar esa to'g'ridan to'g'ri o'rmonga Rey ancha oldin o'ziga bo'ysuntirgan o'sha dahshatli qora jin bo'riga ko'chadi. Qora bo'ri ulkan sehrli to'ng'iz bilan shafqatsizlarcha jang qilib, uni burda qilib tashlaganida, Rey mukofot sifatida navbatdagi maxluq kristalni qo'lga kiritadi. Bizning yigitimiz bu boshlang'ich darajadagi kristalning kuchini o'ziga shimib oladi va "Barakalla, yaxshi ishladik", deb qora bo'risning boshini silab qo'yadi. "Bugunchalik yetarli. Darsdan qochganim uchun ustozdan boplab gap eshitishimdan oldin tezroq sinfga qaytishim kerak", deb o'ylaydi u. Lekin u endigina orqasiga qaytmoqchi bo'lib turganda, to'satdan uning orqasida ulkan ot minib olgan o'sha tanish ritser Windford paydo bo'ladi. U jilmayib, "Qaraya, qaytib kelganimda birinchi bo'lib kimni ko'raman deb o'ylagandim. Sen bilan uchrashish men uchun ajoyib syurpriz bo'ldi, Rey", deb xitob qiladi. Ana xolos, endi nima bo'larkan? Ritser Rey o'ldirgan dahshatli maxluqqa qarab, uning mahoratiga qoyil qoladi va "Shuncha qattiq qo'riqchilarni qanday qilib aylanib o'tding-a?" deb hayron bo'ladi. Ular birga yonma-yon ketisharkan, Windford unga oxirgi marta ko'rishganidan beri ancha bo'yi o'sib, haqiqiy yigit bo'lib qolganini aytib maqtaydi. Rey ham qarab turmay, "Siz esa oxirgi 10 yil ichida umuman o'zgarmabsiz. Xuddi muzlatib qo'yilgandeksiz", deb hazillashadi.
va uning yoshi nechadaligiga qiziqib qoladi. Winford esa jilmayib bu katta sir ekanligini aytadi. Keyin u Reyning o'qituvchisi uning darsdan doim chiqib ketib, sehrli maxluqlarni ovlab yurishidan nolib gapirganini eshitganini aytadi va "Ovdan ancha yaxshi o'lja bilan qaytibsan-ku", deb qo'shib qo'yadi. Buni eshitgan Rey sirni ochib, yaqindagina bekor qilingan o'sha mashhur sariq ogohlantirish tufayli qo'riqchilar ancha bo'shashganini va shuning uchun ham darsdan qochish unga umuman muammo bo'lmayotganini aytib, ayyarona kulib qo'yadi. O'zini juda xotirjam tutgan qahramonimiz Ritzerga qarab, anavi zerikarli sinfxonada qamalib o'tirgandan ko'ra bu yerda erkin harakat qilib, maxluq ovlash unga ming chandon ko'proq yoqishini aytadi. Reyning shunchalik o'ziga bino qo'yganini va ehtiyotsizligini ko'rgan Winford unga uzoqqa ketib qolmagani uchun omadi kelganini aytadi. Agar tashqi chiziqdagi qattiqqo'l soqchilar seni sang'ib yurganingni ko'rib qolishganda borma, seni umuman ayab o'tirishmasdi uka, deb ogohlantiradi. Ayni shu payt Ritzerning yodiga muhim bir narsa tushib qoladi va Reyga yaqinda uning uyiga kirib o'tganini aytadi. U bolakayga otasining ahvoli haqida xabar berib, onasi unga shunday yaxshi g'amxo'rlik qilayotgani tufayli Jakening ahvoli yomonlashmaganini aytib, uni tinchlantiradi. Winford Reyning yelkasiga do'stona qoqib, onasi berib yuborgan muhim xabarni yetkazadi. Onang otang uchun ortiqcha xavotir olmasligingni va bor e'tiboringni o'qishga qaratishingni so'radi. Bu xabardan biroz xafa bo'lgan yigitimiz unga minnatdorchilik bildiradi va o'tgan 10 yil ichida qanday qilib tinimsiz jonini Jabborga berib mashq qilganini o'ylab, chuqur o'yga toladi. Lekin shuncha qattiq mehnatiga qaramay, o'zining anavi dahshatli yangi qobiliyatlarini ochishga umuman erisha olmagandi. O'tgan yillar davomida hech narsa o'zgarmaganini ko'rib, otasining ahvoli qanday qilib yaxshilashishini umuman bilmay, bosh qotgandi. Ayni shu tushkun paytda Winford uning yelkasiga qoqib, uni qattiq bag'riga bosadi va ko'nglini ko'tarishga harakat qiladi. Bu kutilmagan qattiq quchoqdan bizning yigitimiz qizarib, dahshatli darajada xijolat bo'lib ketadi. Shahar tomonga qaytisharkan Ritzer Reyga qarab, "Qani boshingni ko'tar yigit. Axir ertaga hammamiz nufuzli Evren akademiyasiga yo'l olamiz-ku", deb uni ruhlantiradi va u yerdagi boshqa bolalarni ko'rishga sabrsizlanayotganini aytadi. Keyinroq Reyning shahri darvozasi oldida qarasak, Reyning o'qituvchisi soqchini o'z o'quvchisini dars paytida tashqariga chiqarib yuborgani uchun boplab, dod solib urishayotgan ekan. Ana xolos. Rey endi aniq baloga qoldi. Bechora soqchi o'zini oqlashga urinib, sariq ogohlantirish bekor qilingandan keyin bu bolani to'xtatib qolishga menda hech qanaqa huquq yo'q edi-ku. Uzoqqa ketmaydi deb o'ylagandim, deb tushuntirishga harakat qilardi. Ayni shu qizg'in paytda Winford va Rey xotirjam zalga kirib kelishadi va nima ko'rsa yaxshi, ularning asabiy o'qituvchisi Allen bechora soqchining yoqasidan shartda bo'g'ib olib, "Bu qizil sochli bola biz uchun o'ta muhim. U qayerda sang'ib yurganini har soniyada bilishimiz shart", deb dod solayotgan ekan. Winford uni chaqirganda shundoq ham Reyning yo'qligidan qon bosimi oshib ketgan Allen orqasiga o'giriladi va Ritzerning yonida tirjayib turgan o'zining sevikli o'quvchisini ko'rib qoladi. Sabr kosasi to'lib ketgan Allen tepa sochtikka bo'lib, bizning qahramonimizga xuddi och bo'ridek tashlanadi. U g'azabdan portlab, "Senga ko'z oldimdan bir qadam ham jilma demaganmidim? Ruxsatimsiz akademiyadan qanday qochib ketishga jur'at etding? Bu oyning o'zida nechanchi marta qochishing bu? Kalla yo'q tentak", deb butun zalni boshiga ko'targanda, bizning bechora yigitimiz bu dahshatli baqiriqdan qo'rqib ketgan bir paytda Winford orqada jimgina bosh irg'ab, "O'zingdan ko'r uka", deb o'zicha xulosa qilardi. Jahldor o'qituvchi Reyning boshiga shartda bitta qattiq shapaloq tushirganda, bolakay og'riqdan ingrab, "Axir xavf bekor qilinganiga naq 1 oy bo'ldi-ku. Endi xohlagan ishimni qilishim mumkin. Janob Allen, siz shunchalik zerikarli va qattiq qo'lsizki, odamni siqib yuborasiz", deb g'o'ldiray boshladi. Bu orada Rey Allendan yana yaxshigina kaltak yemasligi uchun darhol Winfordning orqasiga yashirinib oladi. "Baribir tez orada bu yerdan ketaman. Shundan keyin siz ham mendan qutulib, qushdek erkin bo'lasiz ustoz", deb qutulmoqchi bo'ladi. Lekin jahldan tushmagan Allen, "Toki mening o'quvchim ekansan, darsdan qochish haqida hatto o'ylama ham", deb qat'iy turib oladi. Winford esa bu ikkita yosh boladek tortishayotganlarni amallab tinchlantirishga urinadi. Shundan so'ng kadrlar bizni to'g'ridan to'g'ri Reyning shahri markaziy maydoniga olib boradi. U yerda rahbar barcha o'quvchilarga zudlik bilan yig'ilishni buyuradi. Aftidan qandaydir o'ta shoshilinch majlis chaqirilayotganga o'xshardi. Hamma yig'ilganda
Rey boshida bitta katta ish bilan, ya'ni ustozning sovg'asi bilan qaytib keladi. Buni ko'rgan Gari kulib, qanday qilib buncha erta qaytding? Yana qo'lga tushdingmi deyman?" deb masxara qiladi. Bizning yigitimiz, "Ha, bugun umuman omadim kelmadi" deb nolib turganda, anavi go'zal Silviya unga yashirincha qarab yuzlari qizarib ketadi. Bu yerda qandaydir romantik ishlari ketyaptimi? Barcha o'quvchilar yig'ilgach, viqorli Lansi ularning barchasini o'sha mashhur Evren Ritsarlar akademiyasiga olib borishini va bu dahshatli sayohat naq 7 kun davom etishini e'lon qiladi. O'ta jiddiy va qattiqqo'l ko'ringan Lansi o'quvchilarga qarab, "Agar yo'lda qandaydir muammoga o'ralashib qolishni xohlamasangiz, mening har bir buyrug'imga so'zsiz quloq solinglar" deb qattiq ogohlantiradi. Keyinroq soqchi Winforddan akademiyaga boradigan yo'l aniq bo'ldimi deb so'raydi. Ritsar ularga o'sha dahshatli botqoqlik orqali o'tishlarini aytganda, bechora soqchi vahimaga tushib, "Voy bu yosh bolalar uchun bu xavfli yo'ldan o'tishga hali juda erta-ku" deb dod soladi. Buni eshitgan Winford esa barcha o'quvchilarga xuddi Terminatordek qarab, haqiqiy Ritsar bo'lish uchun ularga albatta qandaydir qiyinchiliklarga duch kelishlari shartligini ta'kidlaydi. Va bu yerda faqat bolalar sinovdan o'tmayotganini ham sirli qilib qo'shimcha qiladi. Ertasi kuni tongda barcha o'quvchilar Evren Ritsarlar akademiyasiga borishga tayyorgarlik ko'rishadi va Reyni shahri darvozalaridan katta aravalarda yo'lga tushishadi. Bizning Rey esa aravada mazza qilib xurrak yotib uxlayotgan bir paytda Kayl ismli qizil sochli bola nega ular zamonaviy teleportlardan foydalanishmayotganiga hayron bo'ladi. Axir undan foydalanishsa akademiyaga bir soniyada yetib borishlari mumkin edi-da. Boshqa bir bola ham unga qo'shilib, agar teleportatsiya qilishganda shuncha azobdan qutulgan bo'lishlarini aytib noliydi. Dangasalar. Bu dangasalarning vaysashini eshitgan Den ismli bola unga qarab, "Kalla yo'q tentak. Evren Ritsarlar akademiyasiga umuman teleport yo'q-ku" deb boplab javob beradi. Kyle esa Evren akademiyasi mashhur Roland akademiyasi bilan bir xil darajada deb o'ylab, "Nima ularning bitta teleport sotib olishga puli yetmaydimi?" deb so'raganda, qayerdandir bir mayin ovoz yangrab, kimdir darsda umuman quloq solmaganini aytib, Den va Kyle'ni hijolat qilib qo'yadi. Qarasak, bu o'zimizning a'lochi va aqlli Silviya bo'lib chiqadi. U Evren akademiyasi aynan xavfli chegarada joylashganini, shuning uchun u nafaqat chet ellik bosqinchilarga, balki dahshatli soya maxluqlarga ham qarshi turishi kerakligini xuddi o'qituvchilardek tushuntirib beradi. U yana shuni qo'shimcha qiladiki, agar ular shunday xavfli joyga teleport o'rnatishsa va akademiyaning himoyasi buzilsa, bosqinchilar xohlagan joyga osongina teleportatsiya qilishlari mumkin bo'ladi. Axir bu teleport dushmanlar uchun to'g'ridan to'g'ri "Marhamat, uyimizga kelinglar" degan ochiq taklifnoma bo'ladi-ku. Mantiqni qarang. O'quvchilar bu dahshatli ma'lumotni eshitib, jag'lari yerga tushib qoladi. Va bu narsa rostdan ham darsda o'tilganmidi deb o'zlaridan hayron bo'lishadi. Bu paytda esa a'lochi Silviya bizning Reyga qarab, yuzlari xuddi pomidordek qizarib ketadi. Biroq bizning qahramonimiz Garining yelkasida mazza qilib uxlab ketayotgan bir paytda Gari qizning bu tomonga qarayotganini ko'rib qoladi va Silviya uyalganidan darhol yuzini boshqa tomonga burib oladi. Keyinroq ular o'sha dahshatli botqoqliklar yaqinidagi qadimiy qasr xarobaga yetib kelishadi. Havo qorong'ilashib qolgani uchun o'quvchilarga zudlik bilan o'z lagerlarini, ya'ni chodirlarni qurish buyuriladi. Chodir qurayotganlarida Gari Reyni turtib, anavi go'zal kumush sochli qiz unga tinmay qarab turganini shivirlab aytadi. Rey, "Menda qaraydigan nima bor ekan?" deb hayron bo'lganida, Gari unga ishonmasa o'zi orqasiga qarab ko'rishini aytadi. Shunda ikkala do'st ham sekin orqaga o'girilib, qizga bildirmasdan xuddi josuslardek qarab qo'yishadi. Qani nima bor ekani? O'zining yoqtirgan yigitiga yashirincha qarab turgan Silviya jinoyat ustida qo'lga tushgandek qizarib ketadi. va shoshib qolib chodirlarni ham dabdala qilib yuboradi. Qizlar shunaqada, to'g'rimi? Do'stining gapi rost bo'lib chiqqach, Rey balki u mening qizil sochlarimga qarayotgandir deb o'zini oqlamoqchi bo'ladi. Lekin Gary unga bu yerda qizil sochli bolalar tiqilib yotganini, masalan Kyle, Len va Navi egizaklar ham qizil sochli ekanligini eslatadi. Garyning gapi to'g'riligini tan olgan Rey jim qoladi. Gary esa yuziga ayrona tabassum tortib, "Nima shunday go'zal qiz senga qarab tursa ham, e'tiborsiz qoldirasanmi o'g'ayni?" deb tegajonlik qiladi. Lekin bizning sovuqqon qahramonimiz qizlarga umuman qiziqmasligini ko'rsatadi. "Menga sevgi-pevgi kerak emas" degandek. Bu orada Den ismli bola yashirincha qasr xarobalari orqasiga o'tib, o'zining rohib laqabli do'stini chaqiradi. Qasr orqasida yurisharkan ikkalasi ham o'lik kalamushlardan ham battarroq, o'ta sassiq va badbo'y hiddan ko'ngillari aynib ketadi. "Bu qanaqa dahshatli hid o'zi? Qayerdan kelyapti?" deb burunlarini jiyirishadi. Dahshatli va qorong'u botqoqlikka qarab, Den bu
yopishqoq va balchiq joyning hatto oxiri ham ko'rinmayotganini aytib vahimaga tushadi. Den va rohib atrofni kuzatib turgan bir paytda qattiqqo'l Lansi xuddi arvohdek ularning orqasidan bildirmay kelib, bu joy haqiqiy o'lim botqog'i ekanligini aytadi. Bolalarning yuragini yorib yuborayozgan Lansi ularga shunday o'limtik nigoh bilan qaraydiki, agar shu botqoqlikdagi ulkan, o'tkir tishli qurtlar oyoqlaringizni g'ajib tashlashini xohlamasangiz, hoziroq chodirlaringizga kirib uxlanglar, deb qattiq ogohlantiradi. Ana xolos hazillashadigan odam emas ekan. Tun cho'kadi. Gulxanlar esa qarsillab yonmoqda. Bizning tinib tinchimas Rey esa soqchilarga umuman bildirmasdan qasr xarobalaridan yashirincha chiqib ketadi. U kechki ovqat paytida atrofni yaxshilab o'rganib chiqqanini va soqchilarning ko'zlarini shamg'alat qilib, osongina qochib keta olishini o'ylab, o'zining daho rejasidan xursand bo'ladi. Qani tungi ovga marhamat. Rey endigina qorong'ulikka sing'ib chiqmoqchi bo'lib turganda, to'satdan kimdir uning qo'ldan mahkam ushlab oladi. Qarasak, bu o'zimizning go'zal Silviya-ku. U xavotir bilan Reydan yarim tunda qayoqqa ketyapsan deb so'raydi. Bizning to'g'ri so'z yigitimiz hech narsani yashirmay, sirli maxluqlarni ovlashga ketayotganini aytadi. Buni eshitgan Silviya shok holatiga tushib, "Esing joydami o'zi? Axir bu sening xavfsiz Reyni shahring emas-ku", deb uni qattiq ogohlantiradi. U bu yerda hatto o'rta darajadagi dahshatli maxluqlarga ham duch kelishi mumkinligini va agar shunday bo'lsa, ritsarlar uni qutqarishga ham hatto ulgura olmasligini aytib, yig'lamsiraydi. Lekin bizning qaysar ajdahoyimiz qo'lini shartda tortib olib, o'zining ahvoli yaxshi bo'lishini va o'rta darajadagi maxluqlar u uchun umuman muammo emasligini aytib, o'ziga bino qo'yadi. "Men senga oddiy bola emasman", degandek. Uning bunday sovuqqon va qaysarlarcha tutganidan Silviya qattiq xafa bo'lib qoladi. Rey esa orqasiga qaramay tungi ovga qarab ketadi. Romantikani barbod qildi-yu bu bola. Ertasi kuni tong otdi. Ritsarlar xuddi armiyadagidek chodir pardalarini shartda tortib ochib, hammaga "Terrorningdan dangasalar" deb baqira boshlashdi. Ular kim eng oxirgi bo'lib uyg'onsa, shafqatsizlarcha jazolashini e'lon qilishdi. Gari ko'zini ishqalab uyg'ondi va yonida Reynining qip-qizil ko'zlari xuddi zombinikidek katta-katta ochilgan holda yotganini ko'rib, yuragi tovoniga tushib ketdi. "Voy bo, sen tuni bilan uxlamadingmi?" deb so'raydi Gari vahima ichida. Tuni bilan maxluq ovlab, endigina joyiga cho'zilgan qahramonimiz esa "Men g'irt ahmoq emasman, juda zo'r uxladim", deb yolg'on gapiradi. Gari uning umuman uxlamaganini darhol tushunib yetadi, lekin butun xalqning oldida sharmanda bo'lib jazolanmasligi uchun tezda tashqariga otilib chiqadi. Bu orada esa Rey o'zining sirli ajdaho tizimiga qarab ayyarona jilmayib qo'yadi. O'zicha hisob-kitob qilib, agar xuddi shu dahshatli tezlikda ov qilishda davom etsa, Evren Ritsarlar akademiyasiga yetib borguniga qadar boshlang'ich darajadagi maxluq kristallarni maksimumigacha yig'ib olishini va shundan so'nggina o'rta darajadagi kristallarni o'zlashtirishga o'tishini tushunib yetadi. Qanaqa daho, a? Keyinroq ular o'zlarining uzoq va mashaqqatli sayohatini davom ettirishadi. Barcha aravalar yo'l boshlab borayotgan mag'rur ritsarlarning ortidan ergashib borardi. Ular xuddi qo'rqinchli kinolardagidek dahshatli va qorong'u o'rmonga kirib kelishganda Winford oldinda qandaydir xavf borligini sezib taqqa to'xtaydi. Xavfni his qilgan Winford Lansiga bu yerni zudlik bilan tark etishni ishora qiladi. Chunki endi bu yosh o'quvchilar o'zlarining birinchi haqiqiy sinoviga yakkama-yakka yuz kelishlari kerak edi. To'satdan yerning tagidan qandaydir g'alati narsalar otilib chiqa boshlaydi va aravalar muvozanatni yo'qotib, qattiq silkinib ketadi. Gari "Tashqari nega bunchalik jimjit bo'lib qoldi?" deb hayron bo'lib turgan va Rey mazza qilib mudrayotgan bir paytda bechora otlar qandaydir maxluqning hujumiga uchrab dahshatli ovozda dod solib yuboradi. Qarasak, anavi o'tkir tishli ulkan qurtlar ularning yo'lini to'sib to'g'ridan-to'g'ri aravalarga bostirib kelishayotgan ekan. Bu kutilmagan yashirin hujumdan ba'zi o'quvchilarning yuragi yorilay deb qo'rquvdan qaltirab qolishadi. Lekin bizning Gari va Rey qarab turadimi? Ular darhol jangga shaylanib, yaltirab turgan qilichlarni qinidan sug'urib olishadi va bu jirkanch maxluqlarni burda-burda qilib tashlashni boshlab yuborishadi. Qani olg'a yigitlar, jirkanch qurt bechora qizlardan biriga hujum qilish uchun vahimali tarzda emaklab ketayotganda, Gari xuddi haqiqiy qahramondek uning oldiga sakrab tushadi va maxluqni o'z qilichi bilan shafqatsizlarcha ikkiga bo'lib tashlaydi. Qurtlardan favvoradek otilib chiqayotgan shuncha qonni ko'rgan ba'zi o'quvchilar qo'rquvdan xuddi barkdek qaltirab qolishadi. Gari bu o'tkir tishli qurtlar doim katta to'da bo'lib yurishini va tez orada ularning soni yanada ko'payishini tushunib yetadi. U darhol boshqalarga bo'shashmaslikni va zudlik bilan aravadan pastga tushishini qat'iy buyuradi. Boshqa o'quvchilar ham o'zlariga kelib, unga yordam berish uchun jangga qo'shilishganda, Gari xuddi tajribali generaldek
ularga ochiq maydonga chiqishni buyuradi. 3 tadan bo'lib jamoa tuzinglar va himoyada ochiq joy qolmasligi uchun bir-biringizga orqaga o'girilib turinglar, deb buyruq beradi. Qoyil Garidan zo'r lider chiqargan-ku. Bu orada anavi Kyle qurtlarni o'ldirish uchun xuddi batareykasi to'lgan robotdek haddan tashqari qizishib ketganini ko'rgan Rey, bular sal oshirib yuboryapti-ku, deb o'ylaydi va vaziyatni to'liq nazorat qilish uchun o'zining dahshatli ajdaho ko'zini ishga soladi. Qani ko'raylikchi atrofda yana qanday xavf yashiringan ekan. Hamma jang bilan ovora bo'lib ter to'kayotgan bir paytda bizning yigitimiz bu o'tkir tishli qurtlarning hammasi shunchaki boshlang'ich darajadagi oddiy sehrli maxluqlar ekanligini tushunib yetadi. Bular uchun xavotir olishga umuman hojat yo'q, deb o'ylaydi u. Shu payt uning o'tkir ko'zlari baland qoya tepasiga tushadi va u yerda boyagina guruhni tashlab ketgan o'sha 6 Ritser ularni jimgina kuzatib turganini payqab qoladi. Aravaga kirib mazza qilib uxlashga tayyorlanayotgan qahramonimizni Den ko'rib qoladi va "Hoy, qayoqqa ketyapsan? Safni buzmanglar demaganmidim?" deb baqiradi. Rey esa og'zini katta ochib dangasalarcha esnab qo'yadi va "Bular shunchaki oddiy maxluqlar-ku. Mening yordamimsiz ham eplaysizlar. Qolaversa men ketsam, jamoamizdagi odam soni ham to'ppa-to'g'ri bo'ladi", deb javob beradi. Qo'ya tepasidan o'quvchilarni sinchkovlik bilan kuzatib turgan Ritser esa Reyni maxluqlardan qo'rqib qochib ketadi deb o'ylab, "Bu qo'rqoq bola faqat qizil belbog' oladi. Undan hech narsa chiqmaydi", deb ahmoqona xulosaga kelishadi. Ular hali kim bilan gaplashayotganini bilishmaydi-da. Boshqa bir Ritser jangda o'zini juda zo'r ko'rsatayotgan Gariga ishora qilib uning mahoratini maqtay boshlaydi. "Qaranglar, u umuman ikkilanmasdan hujum qilyapti va dushmanni bitta zarba bilan qulatyapti. U o'z tanasini shunchalik mukammal nazorat qilyaptiki, ortiqcha harakat qilib bir soniya vaqtini ham bekorga sarflamayapti." Winford Garining aniq oq belbog' olishini bashorat qilib, endi e'tiborni go'zal Silviyaga qaratadi. U qizning birinchi bo'lib hujumga o'tmasligini, lekin dahshatli darajada kuzatuvchan ekanligini aytib o'tadi. Boshqa Ritserlar qizning jangovar holati shunchaki mukammal ekanligini maqtab turganda, Silviya xuddi raqsga tushgandek o'tkir tishli qurtning hujumidan ajoyib tarzda qochib qoladi va qilichi bilan uni shartta kesib tashlaydi. Uning bu nafis harakatini kuzatib turgan Winford, "U juda xotirjam va barqaror. Agar dushmanning bitta ochiq joyini topsa, tamom. Dushman uchun o'yin tugaydi", deb xitob qiladi. Silviyaning bu dahshatli va nafis hujumlardan qattiq ta'sirlangan Lansi esa "Qoyil qolish kerak. Shuncha qonli jangdan keyin ham uning kiyimlarida bitta ham dog' yo'q-a", deb hayratini yashira olmaydi. Ayni shu payt bum, yer yorilib ketadi va u yerdan qandaydir ulkan dahshatli o'tkir tishli hasharot chiqib keladi. Barcha o'quvchilar bu ulkan qurtni ko'rib, qo'rquvdan qotib qolishadi va "Nahotki bu mayda qurtlar birlashib, shunday bahaybat maxluqqa aylangan bo'lsa", deb vahima qilishadi. Qo'rquvdan qaltirab turgan bolalarning biri oyog'i chalishib, yerga yiqilib tushadi va ulkan qurt uni yeb qo'yish uchun unga qarab egiladi. Qurt unga hujum qilmoqchi bo'lib turgan bir paytda, Len ismli qizil sochli yigit xuddi qahramonlardek uning oldiga sakrab tushadi va o'zining baquvvat mushaklari bilan maxluqning paypaslashlarini shartta yulib tashlaydi. Qo'yilmisiz? Borda Len g'azabdan quturib, "Mening do'stimga tegishga hech kimning haqqi yo'q", deb baqirgancha maxluqni burda-burda qilib tashlaydi. Slots va Badger ismli egizaklar ham unga qo'shilib ulkan qurtlarni xuddi professionallardek kesib tashlayotgan bir paytda, o'zining nechta qurt o'ldirganini sanab yurgan anavi Kyle qilichini maxluqning tanasiga sanchib, "Jami 45 ta bo'ldi", deb xursand bo'ladi. Haqiqiy qassoblar-ku bular. Qo'ya tepasidan ularni kuzatib turgan Ritserlar esa bolalarga yordam berishning umuman keragi yo'qligini ko'rib, ochiqchasiga hayratda qolishadi. Qizil sochli bolalar albatta bizning dangasa Reydan tashqari maxluqlarni qirishda shunchalik zo'r ishlayotgan ediki, jang deyarli tugab qolgandi. Qizil sochli yigitlar ulkan qurtni to'liq yer tishlatgandan so'ng, Len o'z jamoadoshidan ahvoli yaxshimi deb xavotir olib so'raydi. Hamma maxluqlar nihoyat o'lib ketganidan yengil tortadi. O'quvchilarni diqqat bilan kuzatib turgan Winford Len nafaqat jismonan dahshatli darajada kuchli ekanligini, balki o'z jamoadoshlariga qanday g'amxo'rlik qilishini ham ko'rib, "Bu bola haqiqiy xazinaning o'zi-ku", deb xulosa qiladi. Boshqa tomonda esa aravada mazza qilib xurraga yotib yotgan va dunyoni suv bossa ham to'pig'iga chiqmaydigan bizning beparvo Rey bor edi. Qanaqa asabniga o'laydigan bola-ya bu? Shundan so'ng hamma charchab aravaga qaytadi. Gari asabiylashib, Reydan nega jangga qo'shilmaganini so'raydi. U bu yer dahshatli darajada xavfli ekanligini va
agar kutilmaganda biror narsa bo'lsa, uni hech kim qutqarib qola olmasligini aytib, do'stini qattiq ogohlantiradi. Bizning yigitimiz esa xotirjamgina kerishib, uyqum kelib ketdi-da. Qolaversa, anavi ritsarlar baribir bizni tepadan kuzatib turishgandi-ku, deb bahona qiladi. Gari uning endi haqiqiy, yolg'iz bo'rga aylanganini tan olgan bir paytda, Winford o'zicha, "Xo'sh, o'sha afsonaviy bashoratdagi bola aslida kim bo'ldi ekan?" deb bosh qotadi. Shundan so'ng ular akademiyaga qarab o'zlarining uzoq sayohatini davom ettirishadi. Kyle o'zining shuncha maxluqni qirib tashlaganidan ko'kragiga urib maqtanadi. Den esa uning bu qahramonligini qattiq maqtaydi. Ular ko'z ochib yumguncha haqiqiy ritsar bo'lib yetishlariga ishonib, Den agar omadlari kelsa oq belbog' olishini orzu qilib, shirin xayollarga beriladi. Orzuga ayb yo'q, to'g'rimi do'stlar? Shok holatiga tushgan Gary oq belbog' nima ekanligini umuman bilmasligini aytib, bu haqida so'raydi. Shunda Den hamma ritsarlar turli darajalarga bo'linishini va ularni kuzatib kelayotganlar yuqori darajali oq popukli himoyachilar ekanligini ochib beradi. U bu ritsarlar qachondir oq belbog' olganini, ya'ni ularning mahorati dahshatli sinovlar orqali tan olinganini qo'shimcha qiladi. Keyin Den yashil va qora belbog'lar ham borligini, ular turli qobiliyatlarni anglatishini aytadi. Biroq qizil belbog' eng past darajali ritsarni bildirar ekan. Bu yangi va qiziqarli ma'lumotlarni eshitgach, Den qizil belbog' testlarida yomon qatnashganlarga berilishini aytganda, bizning mudrab yotgan yigitimizning ko'zlari moshdek ochilib ketadi. Nima reja qilyapti bu? U yana shuni tushuntiradiki, oq belbog' olgan ritsarlarga shaxsiy ustozlar, shuningdek bir qancha dahshatli mukofotlar va resurslar berilar ekan. Bu orada qizil belbog'lilar unchalik omadli emas, chunki ular faqat oddiy mashg'ulot o'tishadi, lekin ularga hech kim umuman e'tibor ham bermaydi. Ular xohlagan ishini qilishi mumkin. Akademiya ulardan umidini uzgani uchun xohlagan joyda sang'ib yurishlari mumkin ekan. Biroq Ray qizil belbog' haqida eshitib, xursandligidan terisiga sig'may ketadi va uni olsa xohlagan ishini qila olishini tushunib yetadi. Bu degani unda sehrli maxluqlarni ovlash uchun butun dunyodagi eng ko'p bo'sh vaqt bo'ladi va u yuqori darajadagi maxluq kristallari va dahshatli qobiliyatlarni chaqmoqdek tezlikda qo'lga kiritadi. Ruhiyati osmonga ko'tarilgan qahramonimiz mushtini mahkam tutib, o'sha qizil belbog'ni olish uchun qo'lidan kelgan barcha yomonlikni, barcha harakatni qilishga qaror qiladi. Keyingi sahna bizni to'g'ridan-to'g'ri Evren Ritsarlar akademiyasiga olib boradi. U yerga o'quvchilar uzoq va mashaqqatli sayohatdan so'ng nihoyat yetib kelishadi. Akademiyaning dahshatli ko'rinishi o'quvchilarni lol qoldiradi. Aravadan tusharkan Gary, "Voy bu qanaqa zo'r joy!" deb og'iz ochilib qoladi. Bizning yigitimiz esa bu ulkan va go'zal joyni ko'rib, shok holatga tushadi. Evren Ritsarlar akademiyasi ulkan darvozalari bor bahaybat qasrga o'xshaydi. O'quvchilar hayratdan qotib qolishadi, chunki bu joy xuddi ular orzu qilgandek dahshatli edi. Ular bu akademiya faqat ritsarlar yashaydigan butun boshli shahar ekanligini pichirlashadi. Akademiya bo'ylab o'rnatilgan yaltiroq mana kristallardan hayratga tushgan o'quvchilar Evrenning butun energiya manbai aynan shu mana kristallardan kelishini tushunib yetishadi. Tasavvur qiling, yoritish uchun bitta ham oddiy mash'ala ishlatilmas ekan. Qanaqa zamonaviy, Akademiyaning shunchalik dahshatli va hashamatli ekanligini ko'rgan Gary o'zi o'sgan qishloq bilan bu joy xuddi osmon bilan yerdek farq qilishini aytib, og'zi ochilib qoladi. "Voy bu qanaqa boylik-a?" Bu orada qattiqqo'l Lancy Gary va Kyle'ga qarab, "Agar bu ulkan qasrda adashib qolishni xohlamasangiz, izimdan qolmanglar. Hali aylanib yurishga vaqtingiz bo'ladi", deb buyruq beradi. Lancy ularni akademiya bo'ylab aylantirib, dahshatli qurol-yarog'lar xonasini ko'rsatadi. Kutubxonaga yetib kelishganda esa Lancy ularga xuddi qattiqqo'l o'qituvchidek, "Bu yerda jag'ingizni yopib jim yuringlar", deb qattiq ogohlantiradi. Ba'zi qizlar Sir Lancyga yashirincha qarab, uning qanchalik kelishgan va xarizmatik ekanligidan aqldan o'zayotgan bir paytda, Den undan kutubxonachilar ham ritsarlarmi deb qiziqib so'raydi. Ritsarlar esa Evren akademiyasining barcha bitiruvchilari shaharda naq 2 yil davomida ko'ngilli bo'lib xizmat qilishi shartligini aytib o'tadi. Qanaqa qoidalari do'stlar? Shundan keyingina ularga qolish yoki ketishga ruxsat berilar ekan.
Yotoqxonaga yo'l olishdan oldin Lansi ularga sayohatning eng so'nggi, qandaydir sovuq qabristonga o'xshash joyni ko'rsatadi. Aynan shu yerda Lansi bu muqaddas joyda Ellur qirolligi uchun mardlarcha jang qilgan va halok bo'lgan ritsarlarning qoldiqlari saqlanishini ma'lum qiladi. U o'quvchilarga urush aslida hech qachon tugamaganini eslatib qo'yish uchun ularni aynan shu yerga olib kelganini aytadi va ular ritsar sifatida birinchi navbatda o'z vatanlarini himoya qilishlari shartligini qattiq uqtiradi. O'quvchilar vatan uchun jon fido qilishga tayyormiz deb qasamyod qilayotgan bir paytda bizning Rey g'azabdan qaltirab ketadi. U bu yaramas odamlar qanday qilib ajdaholarning jasadlaridan o'zlarining qurol va zirhlarini yasash uchun material sifatida foydalanishiga jur'at etganidan ich-ichidan yonib ketadi. Hali ko'rasizlar. Aynan shu qizg'in pallada go'zal Silviya qo'lini baland ko'tarib, ritsardan bu ulkan haykallar kimning sharafiga qurilganini qiziqib so'raydi. Lansi bu dahshatli haykallar Evren akademiyasining asoschilari, ya'ni afsonaviy ajdaho ritsarlari sharafiga qurilganini aytib javob beradi. O'quvchilar bu ajdaho ritsarlari haqida hayajon bilan tinmay savollar berishni boshlaganda, Lansi ularga bu sirlarni akademiyaning tarix darslarida batafsil o'rganishlarini aytib, qiziqishni yana oshiradi. O'quvchilar o'z yotoqxonalariga qarab tarqalayotganda Rey g'azabini bosa olmay o'zini yo'qotib qo'yadi va Gari uni chaqirib o'ziga keltiradi. O'zining dahshatli ajdaho ko'zini faollashtirgan Rey qabristonning shundoqqina tagida yashirin bir maqbarani ko'rib qoladi va u yerda qandaydir tirik narsa borligini aniq his qiladi. Yotoqxona sari yurisharkan Gari, qiziq, biz kimlar bilan bir xonada yasharkanmiz-a? Ishqilib yaxshi va quvnoq bolalar bo'lsin-da deb o'zicha orzu qilardi. Bu orada xayoli butunlay anavi maqbaradagi tirik narsaga bog'lanib qolgan Rey bu oddiy sehrli maxluqning energiyasi emas, balki dahshatli darajada g'alati va sirli kuch ekanligini tushunib, chuqur o'yga toladi. Qiziq, u yerda nima yashiringan ekan-a? Lekin uning bu chuqur o'ylarini Gari buzib yuboradi va "Hoy, gapimni eshityapsanmi o'zi?" deb turtadi. Rey unga yotoqxona haqida gapirayotganini aytadi va aynan shu payt ular o'z xonalariga yetib kelishadi. Qarasalar ular bitta xonaga tushgan ekan va yana kimlar ular bilan yashashiga qiziqib qolishadi. Kutilmaganda ularning oldiga go'zal Silvi keladi va nima ko'rsa yaxshi, u ham shu yigitlar bilan bitta xonada yashaydigan bo'lib chiqadi. Gari shokdan qotib qolgan bir paytda Silviya Reyni ko'rib, uyalganidan xuddi pomidordek qizarib ketadi. Qizaloq bu noqulay vaziyatdan o'zini yo'qotib qo'yganda, Gari vaziyatni yumshatishga urinib, "Xavotir olma. Akademiya doim o'g'il qizlarni teng ko'radi. Qolaversa biz juda yaxshi yigitlarmiz" deb uni tinchlantirmoqchi bo'ladi. Ammo asab tolasi taranglashgan Silviya Garining basharasiga shunday tarsaki tushiradiki, bechora Gari yerga uchib tushadi. Qiz esa g'azab bilan "Men o'g'il bolalar bilan bitta xonada yashamayman" deb eshikni taqillatib ketib qoladi. Qiz boladan kaltak yeb, yerda cho'zilib yotgan bechora Garini ko'rgan boshqa ikki yigit bu manzaradan hayratda qolishadi. Rey esa xotirjamgina "E'tibor bermanglar, shunchaki erkatoy qizaloqning injiqligida" deb qo'ya qoladi. Bu ikki yigit ularning yangi xonadoshlari, Rohib va Len bo'lib chiqadi. Gari o'rnidan turib o'zini va Reyni tanishtiradi. Lenning qip-qizil sochlarini ko'rgan qahramonimiz, buning ham soch qizil-ku" deb o'ylaydi. Gari esa ro'yxatga qarab ularga yana ikkita xonadosh, Den va Marsha Woodward qo'shilishini e'lon qiladi. Bu orada Silviya zinadan tushib, o'g'il bolalar bilan to'la xonasiga qarab keladi. U yigitlarga shunday dahshatli o'qrayib qaraydiki, ularning yuragi tovoniga tushib ketadi. Qiz, "Men kiyimimni almashtiraman, xonaga kirsangiz o'ldiraman" deb ularni tashqariga haydab soladi. O'z xonasidan quvilgan bechora yigitlar eshik tagida turganda, Gari "Bilardim unga xonasini almashtirishga ruxsat berishmaydi" deb kuladi. Aynan shu payt ularning safiga Den kelib qo'shiladi. Den yigitlardan nega tashqarida turganini so'raganda, ayyor Gari "Seni kutib turgandik. Xonada dahshatli katta suvarak bor ekan. Shuni o'ldirishga mard kerak edi" deb uni laqillatadi. Buni eshitgan Den darhol qizishib ketib, "Bo'lajak ritsarlar qandaydir oddiy suvarakdan qo'rqarmidi? Qochinglar, hozir o'zim ko'rsatib qo'yaman" deb ko'kragiga uradi. Voy ahmoq-ey. U eshikni shartta tepib ochib kiradi. Tashqarida turgan yigitlar esa shokda. Yangi xonadoshini shunday boplab laqillatishganidan kulgularni zo'rg'a tiyib turishardi. Qanaqa yaramas do'stlari, to'g'rimi?
Keyingi sahna bizni to'g'ridan-to'g'ri ulkan ovqatlanish zaliga olib boradi. U yerda hamma xuddi och qolgandek ovqatga tashlangan. Xonadoshlari tomonidan chuv tushgan bechora Den yuzida 5 panjali izi bilan: "Nima, shunaqa hazil qilish senga qiziqmi? Endi ana bu qizni qattiq asabiylashtirdim. U meni uxlab yotganimda o'ldirib qo'yish ham mumkin-ku", deb noliydi. Yuzida qip-qizil tarsak izi porlab turgan Denga qarab, ayyor Gari: "Og'ayni, xursand bo'lsang-chi. Axir ko'pchilik yigitlar u bilan hatto bir og'iz gaplashishga ham zo'r-ku", deb ustidan kuladi. Den qiz haqida yana nimadir deb g'o'ldirmoqchi bo'lganda, ana xolos Silvi ularning gapini eshitib qoladi va bu g'iybatdan dahshatli darajada g'azablanadi. Qizlarning qulog'i radar o'zi. Den va Gari darhol vahimaga tushib: "Yo'q, biz sen haqingda umuman yomon gapirmadik", deb o'zlarini oqlashga tushishadi. Boshqa tomonda esa bizning qahramonimiz Rey dunyoni suv bossa ham to'pig'iga chiqmay, har xil mazali ovqatlarni paqqos tushirish bilan ovora edi. Silviya ularga qarab, tez orada dahshatli sinov boshlanishini bila turib, "Qanday qilib xotirjam ovqatlanib o'tiribsizlar?" deb asabiylashadi. Bizning yigitimiz faqat ovqatga diqqatini qaratgan bir paytda Gari qiz Ritser belbog'lari uchun bo'ladigan test haqida gapirayotganini tushunib, "Buning ovqatlanishga nima aloqasi bor?" deb hayron bo'ladi. Ular xuddi och ko'zlardek ovqat yeyishda davom etisharkan, Rey og'zi to'la ovqat bilan: "Axir bularning hammasi tekin-ku, yeb olish kerak", deb g'o'ldiraydi. Silvi esa ularga qarab: "Bularni endi umuman qutqarib bo'lmaydi, g'irt ahmoqlar", deb hafsalasi pir bo'ladi. Ayni shu paytda yuqori kurs talabalari ularga mensimay qarab: "Bu qishloqi gadoylardan boshqa narsani kutish ham g'irt ahmoqlik. Bular umrda bunaqa zo'r ovqatni ko'rmagan shekilli", deb Rey va Garining ustidan ochiqchasiga masxara qilib kulishni boshlashadi. Og'izlari ovqatga to'la bo'lgan ikkala do'st sekin orqaga o'girilib, ularni tinmay masxara qilib, ustidan kulayotgan anavi o'zdan ketgan yuqori kurs talabalarga qotillarcha tikilib qarashadi. Bu asabga tegadigan yigitlar endi Lenning joyi oldida to'xtab, bu baquvvat qizil sochli yigitning ustidan ham kulishni boshlashadi. "Qara, qanaqa semiz, shuncha joyni egallab o'tiribdi. Bechora stul hozir sinib ketadi-ku", deb uni haqorat qilishadi. Bu orada bechora Len bu gaplardan qattiq xafa bo'lib, ko'z yoshlarini zo'rg'a yutib o'tirardi. Anavi yaramas yuqori kursliklar esa: "Reyni shahridan chiqqan bu qizil sochli maxluqlarni ko'rsam, ko'nglim aynib ketadi", deb ochiqchasiga haqorat qilishadi. O'zlari haqida butunlay chiroyli gaplarni eshitgan Kaylning g'azabdan ovqati tomog'iga tiqilib qoladi. Slots esa xotirjamgina choyni ho'plab, anavi yaramasning og'zini yirtib tashlash uchun pichog'ini sug'urib olmoqchi bo'lgan egizagi Badgerning qo'lini mahkam qisib, uni to'xtatib qoladi. Qani hozir dahshatli mushtlashuv bo'ladimi deyman. Bu yaramaslar qizil soch la'nati yuqumli deb, ularni qishloqqa gadoylar deb haqorat qilishda davom etishadi. Ular: "Bizga bu jirkanch qizil sochingni yuqtirma, nariroq tur", deb masxara qilishadi. Bu bo'lmagan gaplardan asabi buzilgan rohib o'rnidan dast turib, bu ikkita o'zdan ketgan yuqori kursliklarga bas qilishini, chunki ular chegaradan chiqib ketayotganini aytadi. Len do'stini to'xtatmoqchi bo'lganda, anavi bezorlar rohibga: "Aralashma, nima? Shu qizil sochli maxluq uchun biz bilan urushmoqchimisan?" deb o'shqirishadi. Ular Len baribir eng past qizil belbog' oladi. Shuning uchun rohib o'z ishi bilan shug'ullangani ma'qul. Yo'qsa o'zini ham boplab do'pposlashlarini aytib tahdid qilishadi. O'zdan ketgan bu yigitlar Lenni qizil sochli maxluq deb atab, o'z o'rnini bilgani uchun uni masxara omuz maqtashadi va kelajakda ularni ko'rganda uzoqdan aylanib o'tishini qattiq tayinlashadi. Qanaqa tarbiyasiz bular. Bu yaramaslarning og'zidan shu so'zlar chiqishi bilanoq shartda kimdir uning yuziga ovqat otib yuboradi. Bum! Yuqori kurs talabasi g'azabdan quturib, "Buni qaysi yaramas qildi? Ko'zimga ko'rin!" deb baqira ketadi. Aynan shu qizg'in pallada bizning qahramonimiz sahnaga chiqib, o'zini ko'rsatadi. U hech narsa demasdan anavi bezorning basharasini stolga shunday qattiq uradiki va qo'lini shafqatsizlarcha qayrib oladi. Uni stolga bosib turgan Rey sovuqqonlik
mehribonlik bilan. "Xo'sh, boya kimga uzoqdan aylanib o'tishini aytayotganding?" deb so'raydi. Lekin anavi ahmoq hali ham aqlini yig'may, "Aynan sen haqingda gapiryapman, jirkanch qizil sochli maxluq", deb javob beradi. Ovqatlanish zaldagi bu dahshatli to'polon darhol ritsarlarning e'tiborini tortadi. Bolalar vahima bilan "U yerda bittasi aqldan ozdi", deb xabar berishadi. Bu orada g'azabdan ko'zi qonga to'lgan Rey anavi ko'p gapirgan yaramasni boplab do'pposlay boshlaydi. Len esa uni to'xtatishga urinib, "Ular menga hech narsa qilishmadi. Iltimos to'xta. Ritsarlar qarab turibdi. Muammo orttirmaylik", deb yolvoradi. Gari ham uni to'xtatishga harakat qiladi. Silviya esa tez orada muhim testlar boshlanishini va bu to'polon uning birinchi taassurotiga juda yomon ta'sir qilishini aytib vahima qiladi. Lekin bizning yigitimiz quloq solarmidi? U yuqori kurslikni umuman qo'yib yubormaydi va uning qo'lini yanada qattiqroq qayirib oladi. O'quvchilar darhol Ser Ritsarni chaqirib, qizil sochli bola boshqa o'quvchiga shafqatsizlarcha hujum qilayotganidan shikoyat qilishadi. Ayni shu tartibsizlik orasiga Ser Lansi kirib keladi va Reyga bolani darhol qo'yib yuborishini qat'iy buyuradi. Bechora yuqori kurslik og'riqdan dod solib, "Ser Ritsar, meni qutqaring", deb yalinayotgan bir paytda Rey uning qo'lini yanada qattiqroq qisib, suyaklarini qarsillatib yuboradi. Lansi yana bir bor "Rey Talon, to'xta" dedim, deb buyruq berganda, bizning qahramonimiz Lenga qarab, o'zining hayotiy falsafasini aytadi. "Bilasanmi, men ulg'ayish davomida bir narsani o'rgandim. Qachonki kimdir sendan foydalanmoqchi bo'lsa yoki seni pastga urmoqchi bo'lsa, ularga o'z qilmishlaringning dahshatli oqibatlarini ko'rsatib qo'yish juda muhim." Qo'yilmisiz Reyning bu mardligiga. Aftidan Rey anavi maqtanchoqning qo'lini qarsillatib sindirib tashladi. Buni ko'rgan boshqa o'quvchilar qizil sochli yigitning bu dahshatli va shafqatsiz harakatidan shok holatiga tushib qotib qolishadi. Nihoyat anavi bechorani qo'yib yuborgan qahramonimiz barmog'i bilan ularga ishora qilib, Lenga qarab, "Ko'rdingmi, bunaqa ahmoqlar faqat yaxshigina adabini berganingdan keyingina aqlini yig'ib oladi", deb uqtiradi. Boshqa tomonda esa ularning nazoratchisi Lansi g'azabdan quturib ko'zlarida olov chaqnagancha Reydan nega uning buyrug'iga quloq solmaganini so'rab baqiradi. Bizning yigitimiz esa yuziga ayyarona tabassum tortib, undan uzr so'raydi va "Men aynan sizni ustoz, faqat o'zingiz eshitishni xohlagan narsalarningina eshitish qanday bo'lishini hammadan ko'ra yaxshiroq tushunasiz deb o'ylagandim", deb boplab javob beradi. Qo'yilmisiz bu gapga? Zarracha ham xijolat tortmagan Rey Garining qo'ldan ushlab, "Qani, ovqatlanishda davom etamiz. Bunaqa yaramas axlatlar ishtahamizni bo'g'ishiga yo'l qo'ymaymiz", deb xotirjam joyiga o'tiradi. Bu orada Ritsar Lansning Reyning bo'z boshimchi va qo'rqmas qilig'idan qon bosimi oshib ketadi. Zalda esa darhol pichir-pichirlar boshlanib ketadi. O'quvchilar janjalni birinchi bo'lib anavi yuqori kursliklar boshlaganini, ular doim hammaga zo'ravonlik qilib kelganini va nihoyat bu qizil sochli yigitlar ularning burunlarini yerga ishqalab, boplab adabini bergani ayni muddao bo'lganini aytib, xursand bo'lishgandi. Shundan so'ng akademiyaga 3 ta dahshatli qo'mondon kirib keladi va o'quvchilar endi haqiqiy test boshlanishini tushunib, hayajonga tushadi. Winford hammaga jim bo'lishni qat'iy buyurib, akademiyaning eng yuqori rahbarlari afsonaviy 6 oqsoqolni kutib oladi. Zalda qop-qora plashlarga o'ranib, yuzlarini sirli niqoblar bilan yashirib olgan 6 ta dahshatli rahbar paydo bo'ladi. Bu sirli oqsoqollarni ko'rgan o'quvchilarning yuragi tovoniga tushib ketadi va nahotki bu test shunchalik muhim bo'lsa, axir 6 oqsoqol testlarni shaxsan kuzatishi juda kamdan kam uchraydigan holat-ku, deb vahimaga tushadi. Ana xolos, o'yin endi jiddiylashyapti do'stlar. Qadamlari yerni larzaga keltiradigan bu 6 oqsoqolni ko'rgan Rey chuqur o'yga toladi. Nahotki bu 6 ta sirli shaxs o'tmishda meni va mening ajdaho qarindoshlarimni shafqatsizlarcha qirib tashlagan o'sha dahshatli odamlar kabi o'ta kuchli bo'lsa, u o'zining bu g'amgin xayollardan uyg'onganda Winford tushuntirishda davom etardi. U bu 6 oqsoqol bo'lajak Ritsarni shaxsan o'zlari sinovdan o'tkazishini va test natijalariga ko'ra har bir o'quvchiga ularning qobiliyatini ko'rsatuvchi turli xil rangdagi belbog'lar berilishini
e'lon qilardi. U yana shuni qo'shimcha qildiki, agar o'quvchilar testdan yomon o'tishsa, ular eng pastga qizil belbog'ni olishadi. Bu esa o'ziga xos ma'noda testdan sharmandalarcha yiqildi degani edi. Lekin Winford yuzida iliq tabassum bilan o'quvchilarni ruhlantirib, hatto qizil belbog' olishsa ham, kelajakda tinimsiz mehnat qilib, xuddi u kabi yuqori darajali ritsar bo'lish imkoniyatlari borligini aytib, ularga umid berardi. Lekin ular bilmasdiki, bizning mitta ajdahoyimizga aynan shu hammadan ajratib qo'yadigan qizil belbog' kerak-ku, to'g'rimi? O'quvchilarning qonini qizdirib, Winford bu yerda turgan har bir bola naq 5 yoshida tanlab olinganidan beri o'zining dahshatli iste'dodini ko'rsatib kelayotganini aytib, ularni ruhlantiradi. U bolalarni aslo taslim bo'lmaslikka, chunki kelajakda qattiq mashg'ulotlar ularni ichki yashirin kuchlarini to'liq ochib berishiga ishontirardi. Bizning qahramonimiz Winfordga qarab, uning har doimgidek shunday mehribon va ijobiy inson ekanligini o'ylaydi. Lekin men ataylab eng past qizil belbog'ni olganimni ko'rsa, bechora Winford qanday shok holatga tusharkana deb ich-ichidan biroz xijolat bo'lib turardi. Keyinroq Winford o'zining ta'sirli nutqini tugatib, sahnani anavi qattiqqo'l Lansiga topshirib berardi. Lansi o'zining vazifasini a'lo darajada bajarib berishga va'da berayotgan bir pallada to'satdan Reyga qarab shunday dahshatli va qotillarcha o'qrayib qaraydiki, odamning eti jinchikib ketadi. Seni o'zim yo'q qilaman degandek. Keyingi sahnada Lansi ritsarlarning barcha qobiliyatlarini sinovdan o'tkazadigan naq 5 ta dahshatli bosqichlardan iborat testni e'lon qiladi. Quvvat toshi, yondiruvchi do'zax, sezdirilmas o'tish, aniqlik ko'zi va haqiqat irodasi. Qani o'yin boshlandi. Birinchi dahshatli bosqich. Quvvat toshi. Lansi o'quvchilarga qoidalarni tushuntiradi. Ular shunchaki anavi ulkan, bahaybat toshni itarib, belgilangan marraga yetkazishlari kerak xolos. Xuddi o'yinlardagidek, har bir bolada naq 2 tadan imkoniyat bor. Agar birinchi urinishda qo'n tushirishsa, ikkinchi imkoniyatda maxsus sehrli qo'lqoplardan foydalanishlari mumkin ekan. Bu qo'lqoplar ularning kuchini dahshatli darajada oshirib, testdan o'tishga yordam beradi. Lekin bitta kichkina muammo bor. Bu sehrli yordamdan foydalanish ularning yakuniy bahosiga qattiq salbiy ta'sir qilarkan. Buni qulog'ingizga quyib oling. Gari sekin Reyga qarab, "Og'ayni, bu test shunchaki o'yinchoq-ku. Juda oson ko'rinyapti", deb pichirlaydi. Qizil sochli qahramonimiz ham ichida "Bu men uchun pashsha o'ldirishdek oson ish-ku", deb o'ylaydi. Lekin to'satdan Rey, "Menga shunday tuyulyaptiki, kimdir mening bu testdan o'tishimni umuman xohlamayapti", deb sirli tarzda g'o'ldirab qo'yadi. Buni eshitgan Gari, nimalar deyapsan o'zi?" deb butunlay hayron bo'lib qoladi. Ayni shu qizg'in paytda test boshlanishiga 1 soniya qolganda Lansi kutilmagan bir e'lon qiladi. Do'stlar, agar mabodo boshqa kanallarda sun'iy intellekt orqali qilingan soxta ovozlarni ko'rib qolsangiz, bilingki bu biz emasmiz. Hech ikkilanmay kanalimizga qaytib kelavering. Qolgan barcha qismlarni o'zimiz sifatli qilib ovozlashtirib chiqamiz. Ilovamizni 10-20 kun ichida, taxminan 10-20 iyul kunlarida ishga tushirishni rejalashtiryapmiz. Ungacha albatta Anishoir Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havolani opisaniyada va izohlarda qoldiraman. U yerda ko'plab eksklyuziv yangiliklar va ma'lumotlar bo'ladi. Shuning uchun barchangizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun hammaga rahmat.